Navaların çözüm oturttu. Xitay inan markalarının bilme bir görsətib ötəmə ortakla. Shinray Swim deb yazılıb turtdu ortakla. Jetower Dashing 1.5 turbina motor boladı. 2025-yil ortakla. 3 pul düşədi. Skidga bahada shunday bo'ladi ortaklar. Mana eminli Bektovdan ko'rib keldik desangizlar, yana 1 million so'm yana ham qaytib beriladi ortaklar. Kredit naqd bo'lsa shunday bo'ladi. Rastorushya bo'lsa, aytdim bahosini. 12 oydan 24 oygacha bo'lib to'lasangizlar bo'ladi. Bu 90 kilosimiz yana o'rta. 5 kurchda sutlar ham bayna ilinadi. Bassangiz ochiladi. Basit tursangiz o'zini ochadi. At pichetkali bu. Ko'rdingizmi? Knopka emas. Bismillahirrohmanirrohim. Her bir patpichki shunday mashinalar kamidan nasib qilsin, bir dana like bosib qo'yinglar. Men aytib kelsangizlar 2 million qaytib beramiz bu mashinamizdan. Xo'sh, Rastorushka olaman desangizlar, bahası o'zining bahası bo'ladi. 431 million so'm bo'ladi. 12 oydan 24 oygacha bo'lib to'lashlaringiz mumkin. Qolganlarni kalkulyatorda hisoblab beraverasiz. 431 millionni yarısini to'lasangizlar, qolgani so'mdan chiqadi. Ko'rasizlar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, siz bilan Husan Quronboyev. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga o'zim ishlavergan avtosalondagi narx-navolarni ichib bo'lib turibdi. Avtosentrdagi narx-navolarni ichib hammasini podrobniy ko'rsatib o'taman. Sizlardan novi loppusidan chiroyli etib bir like bosib qo'yinglar. Bu videoni ayni vaqtda qayerdan kuzatib tursizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar o'rtoqlar. Aktiv bo'lamiz o'rtoqlar. Narx-navolarni chizim bo'lib turibdi. Xitoy inan markalarning bilma bir ko'rsatib o'taman o'rtoqlar. Adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bizning avtosalonimiz nerda joylashgan? Yerimiz o'rtoqlar Gurlan yo'li hisoblanadi. Xo'sh, Urganch shahardan Gurlanga ketaverishda mana shu svetofor chorraha perekuruska chap tarafimiz ruhiy kasallar shifoxonasi bu hisoblanadi. Shunning o'ngga qarasangizlar bizning hali remontda Shinray Swim deb yozilib turibdi o'rtoqlar. Adres shu yerda ekrandan nomerlar qo'yamiz. Qulaylik joylashib olinglar. Sizlarga maroqli tomosha, mendan esa sizlarga mashina obzori, narx-navolari bo'ladi. Jetower Dashing 1.5 turbina motor bo'ladi. 2025-yil o'rtoqlar. Nova 5 kurchda o'rtoqlar. Asoslan mashinani shunning bismillahirrohmanirrohim deb o'tiramiz. Novlari bor ko'rsatib o'taman. Mashin turbina motor. Bahosini aytib o'taman. 335 million so'm o'rtoqlar. Bizning avtosalonimizda 25% oldindan to'lov qilsangiz, avtokreditga xarid qilishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Va halol narsa ham bor o'rtoqlar. Kelsangiz-a, hozir buni ham aytib o'taman. Hozir ayni paytda Jetower Dashingga Rastorushka bormi ekan? Bor ekan, Jetower Dashingimiz ham bor ekan o'rtoqlar, lekin hozir bu 335 million so'm deb men bahosini aytdim-ku, bu skidga bahada o'rtoqlar. Sizlar naqd yoki kreditga olsanizlar ham bizga bu shotlarimizga shu pul tushadi. Skidga bahada shunday bo'ladi o'rtoqlar. Xo'sh, halol nasiyaga olaman desangizlar, 1.5 turbina hozir bizda bor. 1.6 bo'lsa, beda bo'ladi skorisi. Bu hozir beda. Xullas, men sizlarga aytib o'taman bo'lsam, 1.5 turbina 156 ot kuchi 360 million bilan kelasizlar, yarısini to'lasangizlar o'rtoqlar, 24 oy, 18 oy, 12 oyga bemalol to'lashlaringiz mumkin. 360 million so'm bilan o'rtoqlar. Ina. O'zini bahosida bo'ladi endi agar halol nasiya bo'lsa o'rtoqlar. 12 oydan 24 oygacha bizda oldin aytaman, Jetower, iCar, keyin Depal'ning bir G318 modelini, keyin Dongfeng Ice 7 avtomobilimizga Rastorushka mavjud. 3 oydan 24 oygacha. Xudo xolasa, kelsangizlar boshqa modellarimiz ham bor, Toshkentdan oldirib beramiz. Hozirda bu yerda navishida turgani yo'q. Rastorushka nechta mashinamiz bor, sizlar podrobniy ko'rsatamiz. Xohlasangizlar uni ham oldirib beramiz. Uzoqi hafta 10 kunda Toshkentdan oldirib beramiz o'rtoqlar. Xo'sh, 1.5 turbina motor, shahar ichida 6 litr rasxod yeydi.
Görüp turganlaringizdek monitor, 360 gradus kameralari mavjud. Xo'sh, start stop bo'ladi, lyuklari bor, o'rtoqlar panorama görüp turganlaringizdek açıladi bu. Yine polni açıp otursanız da bo'ladi yine. Shogird olib turibmiz anaqa. Bir dana mayk bosib qo'yinglar, hammaga shunday mashinalar nasib bo'lsa. Perdelerine yapıp koyamız yine. Hoş 360 gradus kamera. Minimalizm dedik ku. Şuna esas salıngan bunda. Karasanız köp narsalar yok yine rullarında. Bezpiravodli zaryadchik telefonlarni tashab qo'ysangiz zaryad oladi. Agar shunday funksiyani qo'llab-quvvatlasa, yo'q, kerakmaydi telefon zaryad olish shart emas desang, bega tashab qo'ysangiz zaryad olmaydi o'rtoqlar. Bu yerda mana USB Android portdan bayına zaryad oladi, beratan keyin Type-C Now deb aytiladi. iPhone'larning kabeli ham to'g'ri keladi. Avarinkalari bu yerda yana. Borlar ham oyda yana kattagina. Bu yerda mana 2 dona USB porti bor o'rtoqlar. Bu yerda pastakanliklar 2 dona pastakanlik joylashadi. Xo'sh. Mashinamizning xususiyatlarini aytib o'tdim. 1.5 turbina. Xo'sh. 360 graduslar kameralari bor, 5 ключ daftarlari bor. Aksalardan bir gösterip 19'lık diske bo'ladi bu. Saka diske. 18 mi diye. 19 ekan adashmabman. 19. Endi bir qaraganda rasmiy aytasan bo'lmaydi. Ishlarni ko'rib tursa, qora, qizil aralash rangda ishlangan. O'rtoqlar, jitovur. Gördüğünüzden maşın özünü özü ilədi. Maşını uzaklaştım, özünü özü ilib taşıydı ortaklar. Bakası skidke bakada 335 milyon. Ben aytib kelsengizlar, men eminli Bektepe'dan görüp geldik desengizlar, yana 1 milyon so'm yana ham qaytib beriladi o'rtoqlar. Naqd pul bo'ladi bo'lsa, kredit bo'lsa ham o'rtoqlar. Kredit naqd bo'lsa shunday bo'ladi. Rasturushya bo'lsa, aytdim bahosini. 12 oydan 24 oygacha bo'lib to'lasangizlar bo'ladi. Xo'sh, Jetower 90 Plus modelimiz o'rtoqlar, 8 litr shahar ichida rasxod, 1.6 litr turbina motor, 1.6 qani. Bu 90 Plus'imiz yine orta. 5 ключ dostlar ham bor yine ilinadi. Bassangiz açıladi. Bir barmoq. Ya basib tursangiz o'zini ochadi. Отпечаткali endi bu. Ko'rdingizmi? Knopka emas. Xo'sh, shogird o'tirib oling endi. Bismillahirrohmanirrohim. Her bir patpichki shunday mashinalar kamidan nasib qilsin. Bir dana like bosib qo'yinglar. Cruise control, multimediani boshqarasalar, aplikasiyani ko'rib tursalar, qizg'ish rang, pastifka bo'lib yonib turadi-na, o'zi ko'rinib turibmi? Kamerada shogird. Ranglarni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Xohlasangizlar qizil yonib turadi, xohlasangizlar oq, xohlasangizlar pushti, farqi yo'q. Bu yerimiz plastmassa bo'ladi. Takoy yog'ochga o'xshab ishlatilgan. Tiptroniklari bor. Mexanika qilib aytgan vaqtimda ishlatib aytib berasizlar. Ekran monitor bo'ladi, bu yanimizda monitor, klimat kontrol bor, sidina qizadi, soviydi. Bu passajir taraf faqat qizadi o'rtoqlar, sovmaydi. Bu yerdan monitor yana, monitorda joylashgan bemalol klimat kontrollarni bajarib o'tirsangiz bo'ladi. Havolarni tozalash boshqa bo'ladi. Hamma narsa bor ushbu. Bu ham shuna panorama kirishi ochiladi usti. Panorama lyuk. Qaratib bera. Ha, bizlere müziğe doğru gelmeydi. Yine bindeti peseytiresin anam mı? Gördünüz mü? İşiyoruz o. Cruise kontrolları var ayttim. Hoş. Yine lüklerini aşı 2 tane harekette. Bu aytkençe pulunu açıladı perde. 7 adamlık. İyi. Arkalarına bazı görsetemem sizlere. Bir panoramalarını görsetip arkasında otururlar. Halkımız bir görsün. Maşin akıllı. 189 at küçük oladı. Şahar içinde 8 litre rasxod. Muhammed Prapam bemalol o'rnatasizlar yani. Arkasini görsetip 7 adamlık. Yumuşak maşinamiz. Hadoylar ham yumuşak. Avtohold, 360 gradus kamera, partroniklar, palasa tutadi o'rtoqlar. Palasa tutib yuradigan funksiyalar bor. Bir samat harmojeniya yo'q endi, bakoylar inglanadi. Avtohold aytdim u funksiyalarni.
Xullas galilotda o'zini yo'qotib qo'ymaydi mashin. Hamma funksiyalari bor bundan keyin yuklarni ilib qo'yamiz buni. Yana video bilan yoddan chiqib ketmasin. İlik koyamız. Götürsün yine. Bunda klimat kontrol ham bor. Xohlasangiz bu yoqqa issiq havo o'rdirib qo'ysangiz ham bo'ladi, bu yoqqa sovuq havo o'rdirib qo'ysangiz ham bo'ladi yana. Ishida yana boshqalaydi. Ikki joystikda. Start stopda yonib o'chadi mashina. 1.6 turbina. Xo'sh, barimiz ichki ochiladi, Mercedesga o'xshab xolodilnik vazifasini ham bajaradi. Qishda qizdirib ham turadi, sovutib ham turadi o'rtoqlar. Shunaqa gap. Buning bahosi 395 million so'm. O'rtoqlar. Agar rastorishga olaman desanglar, o'zining bahosi bo'ladi. Shuni, bu barmoqda ekan. Buni basmaysan ekan, bu barmoq ekan. Nechi barmoqdan sezadi. Endi belarni aytib o'tirish shart emas. LED faralar bilan jihozlangan. Bahosi 395 million so'm. Mana aytib kelsangizlar 2 million qaytib beramiz bu mashinamizdan. Xo'sh, rastorishga olaman desangizlar, bahosi o'zining bahosi bo'ladi. 431 million so'm bo'ladi. 12 oydan 24 oygacha bo'lib to'lashlaringiz mumkin. Qolganlarni kalkulyatorda hisoblab beraverasizlar. 431 millionni yarısını to'lasanglar, qolgani so'mdan chiqadi. Ko'rasizlar. Xo'sh, bu yonimizda endi o'rtoqlar restyling variant ham bor bizda. 3dan 1 endi hozir bularni. 1, 2, 3 sudib deyna. Xo'sh. Bu restyling variantda neye yok? Rastorishga yo'q bundan. Mendan 5 yil suplari bor. Buning bahosi 285 million so'm. Bundan o farkı bor. Bu arzon ekan-ku bu arglar qaranga desangiz, restyling. Bunda şu cruise control bo'ladi. Bu yoqda multimedialarni bajarasizlar. 360 gradus kamerasi bo'ladi. Palasa tutib yurmaydi bu. Ki samatarmajini yo'q bunda. 90 plus'tam yo'q. Avto hold bor, start stop bo'ladi bu. 1.5 turbina motor 7.2 rasxod bunda. Rasxod o'rtoqlar. Yine sidina qizadi fakat bunda sovumaydi. Görganlaringiz sidina qizadi bunda yine. Abagrev sidina bor. Mashin benzinda, bundan bemalol metan propan qo'ysangiz bo'ladi. Garantiyalarini chiqib desangiz, şöyle ko'rsatib turgan hamma mashinalarimizga 150 ming kilometr garantiya beriladi i plus 5 yil. 5 yilni chiqib desangizlar, bir misol uchun sizlar har xil odam bo'ladi endi. 1 yilning ichida 20 ming, 30 ming aydigan odamlar bor. 3 yilda aydiganlar bor, 80 ming kilometrni. Shu uchun 150 ming kilometr probekka garantiya ili 5 yilga. Misol uchun sizlar 5 yilda haydashlaringiz mumkin. 5 yilda bir 110 kilometr haydashi mumkin. Uyingda mashinani qo'yib ketib. Shunga aytsak 5 yilning ichida mashin garantiyadan chiqib ketmaydi. Metan propan qo'ysangiz ham bo'ladi o'rtoqlar. Onun uchun o'zimizda servis bor, o'zimizdan qo'ydirsangiz garantiyadan chiqib ketmaydi. Agar bizdan olib ketib boshqa yerga olib borib qo'ydirsangiz, unda garantiyadan chiqadi. Bizlar ham qimmat bo'lmaydi. El xatari qo'ydirsangiz bo'ladi. Kerak bo'lsa ko'chadan arzon, boshqa yerlarga qaraganda bizda qo'ydirish o'rtoqlar. Shunaqa gap. Bundan ochiladi yana. Endi buni qizib sovumaydi. Sho'ri bilan farqlanadi. Start stop, auto hold, rushnoy bo'ladi yana ko'rib turgan. Rushnoy emas, elektronniy bo'ladi. Avtomat korobkasi ko'rsatib turganim. Bu 90 plus ham, arg'is ham avtomat korobka hisoblanadi. Bu yerda yana pastakanliklari bor o'rtoqlar yana. Besprovodniy zarechik buning ichida. Xo'sh, bu yerda yana tok bor, yana sigaret alishtirish uchun qo'yib qo'ysangiz, taqiy ishlab turaveradi. 360 gradus kameralari yana. O'rtoqlar. Start stop banda yana bosasizlar o'chadi. Rullari elektr uslitr bo'ladi. Yumshoq bir barmoqda aylantirasizlar. Hamma mashinamiz shunday bo'ladi o'rtoqlar. Buning bahosi 285 million, 25% to'lab avtokreditga olishingiz mumkin. Keyin aytib o'taman, bu yerdagi hamma mashinamiz
shot spravka hisoblanadi. Ya'ni birinchi egasi siz bo'lasiz. Mashina birinchi egasi siz bo'lasiz. Pulni to'lagan vaqtdan bankka to'laysiz. Bizga emas. O'rtoqlar, sizlarga shot nomerini ochib beramiz. Bankka borib bemalol to'lay qilib kelsangiz bo'ladi. Pullarni tashlab ketsangiz o'zimiz borib to'laymiz. Kreditga olgandan birlamchi kredit qilib olasiz. Ikkilamchi emas o'rtoqlar. Ikkilamchi bo'lsa birinchi nomerni olasiz, ikkinchi nomerni olasiz, rasvod, pasvod ko'payib ketadi o'rtoqlar. Hamma mashinamizni top-toza birinchi ega siz bo'lasiz. Xo'sh, bu yanimizda Aykar avtomobilimiz, bu elektr mashinamiz bo'ladi. Hozir buni ishlarni ochib ko'rsatamiz. Eco 7 model o'rtoqlar. Arkadan ham ko'rsatib ber. 7. Yine sizlar Aykar. Polni tok yine. Rullarını göreten bu ha. Torumuz başkanı yana da az bana zeret kamat deyindi. Üzüldü. Kilit bile açtık az bize. Bağım şu barları soğuydu kızadı. Biz paravdın zeretçi kızdırıp duraz. Soğutup beri telefonlar kız gitmesi için bir ana koysansa zeret amiydi. Bu varyantlar ama. Yükleri açılıp beklenerdi ortaklar. Panorama kıvışa kısaplanardı. Maşinamızın Atamanken hemen barıken ben tarafında ötüp arayan. Görsetip beni madem. Yine Atamankenleri bağ yine. Arkaları 5 adamlık ortaklar. Tifiniga o'xshaydi svetda. Surib qo'ysangiz ham bo'ladi. Aytib o'tganda hozir zaryatini e'tibor etmayapmiz, o'lib qolibdimi zaryat o'rtoqlar. Albatta kelsangizlar yurib turgan mashina, toza yechenda aybi yo'q. Xudo xolasa buning bahosi 365 million bo'ladi o'rtoqlar. Buni rastorishga olsangiz ham bo'ladi. Rastorishga nech bo'ladi? Hozir buni aytib o'taman sizlarga. Rastorishga bahosi o'rtoqlar, sizlar o'zini bahosi bo'ladi ekan. 345 million so'm bo'ladi. Xo'sh, 66 kilovat, ya'ni 512 kilometr yuradigan variant. Hammasi hozir aytib o'taman endi. 12 oy qolaman desangizlar 345 million to'laysizlar, qolganini 12 oyga bo'lib to'laysizlar o'rtoqlar. Xo'sh, agar sizlar 18 oyga olaman desangizlar 360 million to'laysizlar, qolganini 18 oyga bo'lib to'laysizlar. Agar sizlar 370 million bersangizlar, qolganini 24 oyga bo'lib to'layverasizlar o'rtoqlar. Mashinamiz sizlarga yaqin degan umiddaman. Bunda novlar bor, samatar mashina bor. Ko'p turadi. Shu yerda katta narsa bo'lsa, yana shu aynan o'rnida hamma narsa bo'ladi. Palasa o'qiydi, samatar mashina bo'ladi. Palasa o'qiydi, palasa tutib yuradi o'rtoqlar. Faqat tok 512 kilometr yurib beradi. Bellari yog'ochda ishlangan, benlari aquaprintina ko'rib turadi. Bellari koja aynan o'rtoqlar. Bu yoqda plastmassa ko'rib turganlaringiz. Ashibkalari benlari koja bu yana plastmassa. Ben şagird. Bunun bahasını aytdik yine sizlere. Xohlasangizlar 12 oydan 24 oygacha bo'lib to'lasangizlar ham bo'ladi. O'zini bahasi bo'ladi. Boshda aytib o'tgan baham skidka bahoda endi o'rtoqlar. Narx yoki kredit olsangiz shunday bo'ladi. Hozir berib tur. Endi hozir xalqimizning ko'nglidan уже joy olib bo'lgan yoshlar bor. O'rtacha kattalikda bo'lgan crossover kanalimizda oddiy obzor qilib qo'yibmiz buni. Depal S7 model o'rtoqlar. JK2 sveti bor bizdan, keyin qora svet. Qora desangizlar qora emas bu. Kinda buluga o'xshab ketadi. Darkman buluga o'xshab ketadi, lekin undan ham qora qilisi. Ko'rinish qoraga o'xshaydi. Quyoshga chiqsa, ya'ni siniy rangga o'xshabroq ketadi o'rtoqlar. Xo'sh, buni hozir ochib ko'rsatamiz sizlarga. Buni elektrda yuratan masofasi 121 kilometr hisoblanadi. 1,5 atmosferli motor hisoblanadi o'rtoqlar. Polni bak benzinga 50 litr benzin oladi. 1200 kilometr yurib beradi sizlarga. Buni orqasi tortadi 238 ot kuch hisoblanadi. Mana shuni tegizib beramiz, ochiladi. Qani endi sen o't bana arkama. Sen qisibroq ko'pmiz endi. Xo'sh, silipoy zona bor, bakoylari qizadi. Qish oylarida muzlab qolmaydi o'rtoqlar.
yanından signal datçikleri var. Mümmesimle elde aytıp öteyim yine. Signal datçikleri var. Yani bir yanından maşin gekkasa rul katık kaladı bunda. Eşikni açıp bilmeysizler şu önünde. Yani divarga yakın gekkasanız signal veradi ortaklar. Gel toxtasanız. Onu endi monitorda tüzük koysanız da bemalol aşağıda faydalanırsınız. Görgenlerinizde biz Ramishni aynalar 2 kavatlı ortaklar. Hoş. Buna sürüp koyamız. Karanglayla. Şöyle pamit sidinen bayına. Misal için ben özüme sidinenin duruşunu yine elektronika boladı götürsüler. Elektronikada bacan çıkarasılar, düşüresiler, arkaga yatırasılar bu siyana tanlazı. İyi ki eldige arkaga bir de bükürlerinden çıkarıp koysanız da boladı yine. Bir de büküreyim bir de çıkarana indi. Ne? Saklayıp klik koyamam. Bana şu narsa yaxşı. Maşinde en zor yakkan joyi misal için dim eldirakta oturatan bolsanız ayal kişilerim şunatip oturadı. Eshikni ochgan vaqt sidinani arkaga surib beradi. Чтобы siz tushib olishingiz uchun qulaylik yaratib qo'ydi. Shunday funksiyasi bor o'rtoqlar. Xo'sh, 360 gradus kameralari bor, head up display bor. Head up display no desangiz, ishonning doğru qaragan bo'lsangiz yine göründü. Parkovkada turibdi, P deb turibdi yine. Ya'ni sizlar laboyda tezliklarinizni ko'rib turasizlar yana o'rtoqlar. Palasa tutib yuriydi. Aytganim shunday narsa bo'lsa, bundan lekin samatar mashina yo'q. Shu palasa tutib yuriydi o'rtoqlar. Yomg'ir yog'sa avtomatik dvorniklar ishlab ketadi, qarong'ida faralar ham avtomatik yanadi o'rtoqlar. Mashinamiz gibrid hisoblanadi. Aytib o'tganimni, oldinda elektromotor, arkasi tortadi mana o'rtoqlar. O'rtada zaryad 121 kilometr yurib beradi. Adashmasam 32 kWh batareyasi o'rtoqlar. Görüp turganlaringizdek, hozirgi trenddagi ranglar oranjiviy hisoblanadi. Sidinamiz qizadi, soviydi, massaj yo'q o'rtoqlar. Endi massaji ham bor. Endi uning modeli Depal S07 modelida bor, 258 modelida o'rtoqlar. Uni kelsangiz zakaz qilib oldirib beramiz. Onun bahası 385 milyon. Bunun bahası ise 335 milyon so'm. Görgenlerinizin belleri ham yanıp turadi. Chiroyli bo'lib, xohlagan ranglaringizni yoqib qo'yaverasizlar. Katta monitor, YouTube polni ko'rib boraverasizlar o'rtoqlar. Xohlasangizlar to'qni yuratib qo'ysangiz ham bo'ladi. To'qtam zaryad berasizlar o'rtoqlar bu mashinaga. Bu yerda elektromotor faqat dijo hisoblanadi, ya'ni zaryad berib turadi bu yerda. Bo'lgan o'rtoqlar. Uning vazifasi shu. Yana navlarni aytib o'tamiz. Barlari bundan shu qizadi yoki soviydi o'rtoqlar. Misol suvlarni tashlab, bosib ilib qo'ysangiz, konditsioner qo'shib sovuq qo'ysangiz, muzdek bo'lib turadi. Qishda qizdirib turaveradi. Pastakanlik qo'yatan joylarni xohlasangiz ham chiqarib ham qo'yaverasizlar. Bu yerni bosaman. Yana o'rtoqlar. Bu yerda qo'ysangiz, telefonlarni tashlab qo'ysangiz, ko'rib turganlaringiz besprovodniy zaryadchik, telefonlaringiz qizib ketmaydi. Bu yerni tashlab qo'ysangiz, o'rtoqlar zaryad olmaydi. Bu yerni tashlab qo'ysangiz, zaryad olib turadi o'rtoqlar. Голосовой управление bor, ovozli boshqaruv bo'ladi o'rtoqlar. Обязательно buni tuzdirib qo'yish kerak albatta. Hozir bizda nima deydi? Stage holatda, ya'ni o'zining zavodskiy holatida inglizcha bo'lib kelib turibdi. Bosib aynani och, lyukni och, konditsionerni qo'sh deb bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Cruise kontrol ham mavjud o'rtoqlar. Klimat kontrollar ham mavjud. Ko'rganlaringiz arka sidinlar ham yine görünüşü. Bu 5 odamlik. Panorama kirişi fakat endi buni ne desem ekan, lyuk perdasini açasizlar, lyuk ochilmaydi yine. Oyna bo'lib yotdi. Oxirigacha oyna bo'lib yotdi yine. Ko'rib turganlaringiz. Bakkanza. Tomosha qilib ketaverasizlar. Xo'sh, abonelik tugmalari bu yerda. Yordam, SOS, ya'ni yordam tugmasam bor, 0 ulab qo'ysangiz, bosganlaringiz mashina nerda turganini aniqlab 0 tashlab beradi. Shunday bir favqulodda vaziyat bo'lib qolsa, onu ham ulab qo'ysangiz bo'ladi o'rtoqlar. Buni ilk qo'yamiz endi. O'zi avtomatik ilk kelaveradi yana. Xo'sh, ko'p odamlar endi mashina olganda nishatib ochishni bilmay qoladi yana o'rtoqlar. Bu yerda qunupka bor. Bossangiz plyusosga, ya'ni eshikni italab beradi yana. Уже eshikni italab ochasizlar yana. Ko'rdingizmi? Mana, qaranglar. Ko'rdingizmi? Eshikni ikkitirib italab qo'yadi. Bunga rasturishga yo'q, lekin o'rtoqlar. Bunga rasturishga yo'q. Bana 335 milyon so'm bahası kelsangiz, mana aytib kelsangiz, xudo xolasa geliştirib qaytib beramiz.
Bunun diskeleri 19'lık mınıken. Özene bassanız yine ileri. Özene diskesi 19'lık saplanadı. Ortakla. Yine silere maşin. Zor maşinlikini tavsiye etmem. Özüm amaydaki görgenmen. Tartışlarına gap yok. 7-2 sekundda 100'ye çıkadı bu avtomobilimiz. Rasxotun içki bola deseniz 4,5 litre atrafında boladı. Polni bak benzin salasılar 1200 kilometre yürüyorlar. Xoş, zərətləmək də verərsənizdə boladı. 120 kilometre yürədi. Bizə də yeni bir modeli var. İndi sərginə üstünə pul koşsanızda 300 kilometre yürüb belə tanınan var ortaqla. Xoş, Bestün T55 modelimiz 1,5 turbina boladı. 360 gradus kamera, signal datçükləri, yəni partronlikləri boladı. Maşinimiz benzin dəyində bu maşin. Yəni biz klüsübdə suları bax açadı. Slipoy zona yox indi bunda ortaqla. İşlerini gösterip dönüşüm şart emas. Yine. Rasxotu 7 litre hesaplanadı bunun ortakla şəhər içinde. Elektronika sidinalar, panorama krişa. Bahası 285 milyon so'm. Bunam rastrochka asanızda boladı. Hazırki aytgan baham skikka bahada. Mən aytib kelsengizlar, ondan ham qaytib beriladi ortakla. Endi Bektovdan geldim deb aytish yoddan chiqmasin ortakla. Meni o'zim ham bo'laman bu yerda. Panorama krişa. Bemalol metan, propan o'rnataverasizlar. Bu depolga ham o'rnataverasizlar. Aytib ketmabman uni. Rastorishga bor 12 oydan 24 oygacha. Rastorishga bo'ladigan bo'lsa, o'zini bahasi 335 milyon so'm bo'ladi. 12 oydan 24 oygacha bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Hozir yana 300 qoldi bu yerda. Aykar avtomobilimiz, Aykar 03 model. Xo'sh, buning bahası 405 milyon so'm. Bunu 4 balondan tartadı ortaklar. Şuna bahası kımmatırak. Bunun bahası 365 milyon so'm. Bunu fakat adaşmasam elde tartadı. Şöyle fark var ki bir iki içinde funksiyalar var. Yine gelsen avtomatik sen kilidi ben yanımda eshiklarni açadı yine. Ben sırayla indi bunu menek göstermesem olmaydı. Hoş. Ucu maşını eshikini açkandan yanadı bu maşin. Görgenleriniz yanıp duruyor yine. Bunlar ham boş kınakkına elektronika ıslıtır. Hazır hemen köşet duran maşinim ki şunu ortaklar. Hoş bir de rejimleri boladı yine. Görüp durganlar yine şundan krustal boladı. Şurayı yine görüyorsun ama oyna bolu basıp. Yine. Arka elde tartadı yine köşet duranlar. Bu bana yürüyüş 512 kilometre yürüyordu bu. Hoş. Eko. Nere şunda yolladı yine gösterip tutun. Hiç yolladı yürüseniz de. Hada ham zor ortaklar. Şu an qarabca hada oylar işleydi yol şaraitine qarab. Yine görüyorsunuz bunu. Qardan çıkıyordu. Taş yollardan çıkıyordu. Adli tek yollarda spor rejiminde bilesizler. Eko. Ne darojniydi yol tanımaz. Panorama kirişe hesaplanadı bu. Benim alıp perdeni açık koyup, lüklerini açık isteveresiler 5 adamlık hesaplanadı bu. Yine. Atamankeler hem bunun yine ben tarafta ortakla. Açıyı batırsanız da buladı. Biz buradın zerretçiyik. Anam yine kızları vermedi. Babam kızadı soğuydu ortakla. Bardacıkları. Yine maşinsilere. Arka elde tartadı. 7 sekunddan 6,5 sekundda 100'ye çıkardı bu maşinimiz. Bu 405 milyonluk model. Bu gösterdik ben bunu. Görseniz de yine az yine içinde fark var. Bu 365 milyon so'mluk model ortaklar. Yine sıra maşin. Yüzü yakınlaştığında açadı hem diskelerinde fark var. Bununki 19'luk, bununki 20'lik. 18'lik. Bununki 19, bununki 18. Yani ucu ildi maşindi. Karat. Bakalım avtomatik ileri. Hoş, yanımızda Jetower T2 1,5 turbina ortaklar. Arayandan gelemeyin şagir. Bundan 5 gülüş daha tutup ortaklar. Barıp sıkınıp gelen bassanız avtomatik işini açadı. Hoş, bismillahirrahmanirrahim. Özünün parokları mevcut. Bize de 2 modeli var. Bunun bakası
450 milyon so'm o'rtoqlar. 450 milyon so'm. 1,5 turbina. Diptroniklari mavjud o'rtoqlar. Xo'sh, mana bizda ikkinchi pozitsiyasi bu 2 turbina bo'ladi. Unda yo'q narsaning o'zi yo'q. Xo'sh, samotarmojeniya, polosa tutib yuradi. Arka elde tortadi, panorama krisha. Bunda panorama krisha yo'q. Yembellari xrustal bo'ladi. Bunda 360 gradus bor. Monitori bor. Bir görüp aynı. Barları. Bunlar şu kızıp soydu barı. Kalasenizde kızır koyatanızda bulayım. Bir de 2 tane pastakanlık var yine. Arka modeli 515 milyon so'm. Şimdi bunga qaraganda funksiyalari ko'p o'rtoqlar. Ne darojniy endi bular, yo'l tanlamaydi o'rtoqlar. Xo'sh, bir de o'zgartiramiz o'xsh. Bir de shayba orqali o'zgartirib turasizlar yana. Mana ekranni ko'rsatadi. Normal. Sport. Eko rejim. Haydab ko'ramiz mana shogird. Yo'q, pastga tushib ketadi biraz. Tiptroniklar ham bayna. Tik haydab ketaverasizlar. Buni ham rasturishga qilib beramiz o'rtoqlar. Kelsangiz ustida gaplashamiz. Bahasını aytdim ha. Sidinalar kızadi bunda fakat. Full versiyasında kızadi, sovuydu, massajlar ham bo'ladi. Buni ham oldirib beramiz. Uzoq hafta 10 kunga o'rtoqlar. Yanımızda indi Depal CL03 modeli o'rtoqlar. Hozir buni ham shu zaryad o'lib yotibdi. Xo'sh. Bu ham gibrid hisoblanadi. 121 kilometr yurib beradi. Bu endi sedan variant o'rtoqlar. 360 gradus kamera, monitor, bespроводный zaryadchik, barlari qizib so'yidi. Xo'sh, panorama krija perdasi bo'lmaydi. Bir yine perdasi bo'lmaydi mana. Bu mana. Hozir zaryad o'lib yotdi bo'lmasa, mana ko'rsataylik. Qora sidinalar qizib so'yidi. Yana versiyalar bor. O'zining akustikasi o'rtoqlar, ovozlari mo'shin chiqadi. Bunda head-up display bo'lmaydi. Bu mana. Bu polni benzinga 1,5 turbina 1200 kilometr yurib beradi. Bahası 330 milyon so'm. 25%'ni to'lab avtokredit qilib ham haydab ketishlaringiz mumkin. Arkalardan ko'rsatib bera. 19lik diska bo'ladi bu ham. Depalki hammasi 19lik bo'ladi. Qaranglar, bularning faralarini aytib ketmayapman. Depallarning faralari xrustal fara hisoblanadi. Bu nosi bilan farqlanadi desangizlar, mashina shuna 3 turgan vaqtidan bir yandan geçti maşin gelip süvetler tushsa, kakbu atражитель bo'lib qaytaradi. Ya'ni kakbutda yonib turganga o'xshaydi. Shunga nur tushsa. Yine o'rtoqlar. 360 gradus kamera, slipoy zona. Shu depalda nov narsa bo'lsa, bundan bir head-up display yo'q. Bu mana. Shu yerda bilan farqlanadi. Avtomatik dvorniklar ishlaydi, polosa tutadi. Geç tushganda aytgandek faralar ham yanadi. Ashini variant o'rtoqlar. Mana elib vermepman-ku. Kelaverasizlar o'rtoqlar. Kim shunday bizning mashinalarimiz kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Bu yanimizda Swim, xo'sh, Shinray avtomobillarimiz ham bor o'rtoqlar. 6 odamlik, 5 odamlik. Shu salonimizga tashrif buyursangiz, xudo xolasa sizlarni quvontirib beraveramiz. Mashinalaringiz bo'lsa, kelaveringlar. Hech qisinmanglar, barter qilib, hisoblab olib ham qolaveramiz o'rtoqlar. Kelishsak o'rtoqlar, ekranda nomer bo'ladi. Shugacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, like-larni bosib, shu Xitoy inomarka qarab yurgan jo'ralamizga обязательно yuborib qo'yinglar.